Qarzga olingan umr. Umrki hech narsaga achinmaysan, chunki endi yo'qotadigan narsaning o'zi yo'q. Bu o'limga mahkumligingni bila turib sevish. Bu har qanday vaziyatda ham quvonch uchun sabab topa olish. Bu musibat chegarasida sevinish va halokat chegarasida tavakkal qilish. Kelajak yo'q. O'lim shunchaki so'z emas, haqiqat. Hayot esa davom etmoqda. Hayot go'zal. Mashinasini yo'laklari qordan tozalangan yonilg'i quyish shoxobchasi oldida to'xtatgan Klerpi signalni bosdi. Telefon simyog'ochlarida qarg'alar, sovuq qag'illar, shoxobcha ortidagi kichik ustaxonada kimdir temirga ishlov berardi. Taqillagan ovoz tinib, u yerdan 16 yoshlardagi qizil sviter kiygan ko'zoynakli yigitcha chiqib keldi. Bakni to'ldir, dedi Klerpi mashinadan tusha turib. Oliynav bo'lsinmi? Ha, bu yerda ovqatlanadigan joy bormi? Yigitcha barmog'i bilan yo'lning narigi betini ko'rsatdi. U yerda mehmonxona bor. Bugun tushlikka go'sht bilan karam qovurishgan. Mehmonxona oshxonasining havosi almashtirilmaganidan uzoq qishning rutubatli nafasi va eski pivo hidi dimiqib qolgandi. Klerfe shveysarcha pishirilgan go'sht, vacheron pishlog'i va bir grafin oq egli shveysarcha vino buyurdi va ovqatni ayvonga olib chiqishni tayinladi. Havo iliq edi, osmon bepoyon va ko'm-ko'k bo'lib, gazak o't gulini eslatardi. Mashinangizni yuvib beraymi? Qichqirdi shoxobchadagi yigitcha. Qariyangizning yuzi ko'rinmay qolibdi-ku. Yo'q, faqat oynasini artib qo'ysang bo'ldi. Mashina bir necha kundan buyon yuvilmagani bilinib turardi. Sharros quygan yomg'irdan keyin Sen Rafaelo qo'ng'iroqlaridagi qizil gard yopishib, xuddi mashina ustidan mato qoplangandek tuyulardi. Yo'lda orqa ballonlaridagi ohak va loy sachratgan yuk mashinalari avtomobilni yanada bezabdi. Bu yerlarga nega keldim o'zi, o'yladi Klerpi. Chang'ida uchishga kech bo'lgan. Demak, hamdardlik yomon hamroh, ayniqsa u sayohat uchun maqsad bo'lsa, undan ham yomon. U o'rnidan turdi. Bu kilometrlarmi? So'radi qizil sviterli yigitcha spidometrni ko'rsatib. Yo'q, millar. Yigitcha hushtak chalib yubordi. Alp tomonlarga qaysi shamol uchirdi? Nega bu tulporingiz bilan avtoyo'lda emassiz? Klerpi unga o'girildi va u ko'zoynakning yaltillab turgan oynalari, qanqaygan burun, husnbuzarlar va shalpang quloqlarini ko'rdi. Qarshisida bolalik beg'uborligini o'smirlikka almashtirgan jonzot turardi. Hamma qilgan ishimiz ham to'g'ri bo'lavermaydi, yigitcha, lekin ko'pincha hayot zavqi shunda bo'ladi, tushundingmi? Yo'q, dedi yigitcha burnini jiyirib. Isming nima? Xering. Nima? Xering, og'zining tanobi qochib, dedi yigitcha. Ismim Xubert. Anovining qarindoshimisan? Yo'q. Uning gapini bo'ldi Xubert. Biz bazellik Xeringlarmiz. Agar anovilardan bo'lganimizda benzin quyib o'tirarmidim. Katta nafaqa olib yurardim mazza qilib. Klerpi unga sinovchan tikildi. Bugun g'alati kun bo'ldi, dedi u birozdan so'ng. Senga o'xshaganini uchrataman deb o'ylamagandim. Omadingni bersin, yigitcha, meni qoyil qoldirding. Siz esa meni qoyil qoldirmadingiz. Siz poygachisiz, to'g'rimi? Qayerdan bilding? Xubert Xering loy bosgan radiatorda zo'rg'a ko'rinib turgan raqamlarga ishora qildi. Faylasuf chiqib qolding-ku sen. Klerpi mashinaga o'tirdi. Balki odamzodni baxtsizlikdan qutqarish uchun seni hozirdan qamoqqa tiqib qo'yish kerakdir. Bosh vazir bo'lib ketsang, keyin kech bo'ladi. U motorni o'chirdi. Pul to'lashni unutdingiz, dedi Xubert. 42 tanga chaqani to'lab qo'ying. Tanga chaqa? Klerpi unga pul uzatdi. Bu gaping bilan meni biroz tinchlantirding, Xubert, dedi u. Pulga erkalatuvchi nom beradigan mamlakatda irqchilik bo'lmaydi. Mashina qiynalmasdan tog'ga ko'tarildi. To'satdan Klerpi ko'z o'ngida yashayotgan tog' shafag'ida xira jilvalangan ko'm-ko'k vodiy manzarasi yastandi. U yoq-bu yoqqa sochilgan qishloq uychalari, oq tomli mehmonxona va cherkov binolari ilk chiroqlari bilan ko'zga tashlanardi. Klerpi o'nqir-cho'nqir yo'ldan pastga qarab yurib borarkan, svechalar top tashlaganini sezdi.
top tashlaganini sezdi. Biroz quloq solib turib, bir necha marta motorni o'chirib o't oldirdi. Yog'ni almashtirish kerak, o'yladi u va to'g'ri yo'lga tushishi bilan mashinani to'xtatdi. Kapotni ochib, bir necha marta akselerator, gaz tros tarmog'ini bosdi. Bu lahzada bir necha ot yetovida unga qarab uchib kelayotgan chanaga ko'zi tushdi. Motor guvillaganidan hurkkan otlar old oyoqlarini ko'tarib chanani ag'darishga bir baxya qolganida Klerfe chaqqonlik bilan otlar tomonga sakrab yugandan tutdi. Keyin ot tuyoqlari ustida qolib ketmaslik uchun yuganga osilib oldi. Bir-ikki sapchigan otlar tinchlanishdi. Jonivorlar tinmay titrar, burunlaridan bug' chiqib, ko'zlari xuddi hayvonlarnikidek besaranjon edi. Klerfe otlarni bir necha lahza tutib turib, keyin qayishni asta qo'yib yubordi. Jonivorlar o'rnidan jilmadi, lekin bir-ikki pishqirib, qo'ng'iroqlarini jaranglatib qo'yishdi. Baland bo'yli, boshiga mo'ynali telpak kiygan erkak chanadan tushmadi. U Klerfega e'tibor ham bermadi. Uning ortida chana dastasiga mahkam yopishgancha bir ayol o'tirardi. U quyoshda qoraygan, ko'zlari shaffof moviy rangli edi. Sizni cho'chitib yuborganimdan afsusdaman, dedi Klerfe. Butun dunyoda otlar allaqachon mashinalarga ko'nikib qolishgan deb o'ylarkanman. Erkak tizginni bo'shatib, Klerfega yarim o'girilib o'tirdi. Ha, lekin bunaqa shovqin soladigan mashinalarga emas, dedi u sovuqqonlik bilan. Ularni o'zim ham to'xtata olardim, lekin baribir yordamingiz uchun rahmat. Egningizga loy sachramadi deb umid qilaman. Klerfe ust-boshini ko'zdan kechirib bo'lib, nigohini yana erkakka qaratdi. Sovuq, kibrli chehra va kinoyali jilmayib turgan kimsaga ko'zi tushdi. Notanish erkak Klerfega o'zingdan qahramon yasamoqchimiding, deb ustidan kulayotgandek qarab turardi. Anchadan buyon hech kim Klerfeda bir qarashda bu qadar noxush taassurot qoldirmagandi. Yo'q, loyga belanmadim, javob berdi u xotirjam. Meni loyga belash oson emas. Klerfe yana bir bor juvonga ko'z tashladi. Mana gap qayerda, o'yladi u. Xonimning yonida o'zini ko'rsatmoqchi. U miyig'ida jilmaygancha mashinasi tomon yurdi. Montana sanatoriyasi qishloq tepasida joylashgandi. Klerfe aylanma yo'llar bilan chang'ichilarni, sport chanasi va yorqin rangda kiyingan ayollarni ortda qoldirib, sekin-asta tog'ga ko'tarila boshladi. U bu yerga o'zining sobiq sherigi Xolmanni ko'rgani kelgandi. Bir yilcha ilgari uning tobi qochgan, Italiyada bo'lib o'tgan 1000 mil masofalik poygadan keyin qon tuflay boshlagach, vrach unga sil tashxisini qo'ygandi. Xolman avvaliga kuldi. Agar bu tashxis rost bo'lsa, demak bir hovuch dori berishadi, ko'proq ukol qilishadi-yu, shu bilan tuzalib ketaman deb o'ylagandi. Lekin ko'p o'tmay dori-darmonlar u o'ylagandek har narsaga qodir emasligi, ayniqsa urush yillarida voyaga yetgan va to'yib ovqatlanmagan odamlarga ta'siri kutilganidek bo'lmasligi ma'lum bo'ldi. Oxiri vrach Xolmanni tog'ga jo'natdi. Eskicha usulda toza havo, xotirjamlik va quyosh bilan davolanishni tavsiya qildi. Avvaliga qattiq qarshilik qilgan Xolman nihoyat ko'ndi, lekin 2 oyga mo'ljallangan muolaja salkam 1 yilga cho'zilib ketdi. Mashina to'xtashi bilan unga peshvoz chiqqan Xolman deyarli yugura yozdi. Klerfe uni ko'rib hayratlandi, chunki u Xolmanni to'shakka mixlanib yotgan bo'lsa kerak deb o'ylagandi. Klerfe, qichqirdi Xolman. Yo'q, adashmadim. Motor ovozidan tanidim. U xuddi qari Juzeppedek na'ra tortdi. Sizlarni ko'rganimga ishongim kelmayapti. U to'lqinlanib Klerfening qo'lini siltadi. Mana buni syurpriz desa bo'ladi. Yana qari sher Juzeppe bilan kelibsan-a? Bu Juzeppening o'zimi yoki ukasimi? Juzeppening o'zi, degancha mashinadan tushdi Klerfe. Hozir nafaqaga chiqqan bo'lsa-da, hamon yosh xonimlardek injiqligini qo'ymagan. Men uni firmadan sotib oldim. U esa yaxshiligimni bilmay yo'lga chiqishim bilan sevichalarga moy socha boshlaydi. Fe'li chatoq qariyaning. Xolman kulib yubordi. U mashina yonidan keta olmasdi. Bu qariyada kamida 10 marta poygada qatnashgan. Klerfe Xolmanga tikildi. Ko'rinishing yaxshi, dedi u. Men seni yotib qolgan bo'lsang kerak deb o'ylagandim. Bu sanatoriya emas, mehmonxonaga o'xsharkan.
Bularning barchasi muolajaga kiradi. Amaliy psixologiya. Tog'da ikkita so'z taqiqlanadi: kasallik va o'lim. Bittasi urfdan qolgan, ikkinchisi esa o'ta tabiiy. Klerfe kulib yubordi. Xuddi bizdagidek ekanda, to'g'rimi? Ha, pastdagi hayotimizga o'xshab ketadi. Holman mashinadan ko'z uzib dedi. Klerfe ichkariga kirib, biror nima ichasanmi? Ichishga nima bor? Rasman faqat sharbat va mineral suv. Norasman esa Holman yon cho'ntagiga shapatiladi. Yapaloq idishdagi jin va konyaklar bor. Ularni yashirish oson. Qolaversa, ular tufayli apelsin sharbati ko'ngilni yanada ravshan qiladi. Qayerdan kelyapsan? Monte-Karlodan. Holman to'xtadi. Poyga bo'ldimi? Sport xabarlarini o'qimayapsan chog'i. Holman ko'zini olib qochdi. Boshida o'qib turdim, keyingi oylarda yig'ishtirdim. Ahmoqlik, to'g'rimi? Yo'q, dedi Klerfe. To'g'ri qilasan. Yana rulga o'tirsang o'qishni boshlaysan. Monte-Karloga sen bilan kim bordi? Torriani. Torriani, endi doim u bilan boryapsanmi? Yo'q, dedi Klerfe. Goh u bilan, goh boshqasi bilan yuribman. Seni kutyapman. U yolg'on gapirayotgandi. Yarim yildan buyon Torriani bilan sherik edi. Holman sport xabarlarini o'qimayotgan ekan, uni bemalol aldash mumkin. Hammamiz seni kutyapmiz, qo'shib qo'ydi u. Rostdanmi? Meni unutib yubormadinglarmi? Esing joyidami? Holman quvonchdan sal yal yondi. Monte-Karlodagi poyga qanday bo'ldi? Yaxshi deb bo'lmaydi. Porshenlar aylanmay qolib o'yindan chiqdim. Juzeppe bilanmi? Yo'q, ukasi bilan. Holman kulib yubordi. U uchun eng yaxshi malham yoqimli taskin, ya'ni Klerfe uning o'rnini egallagan poygachi bilan mag'lubiyatga uchragani haqidagi xabar edi. U savollarini yana davom ettirmoqchi bo'ldi. Uning oldingi zavq-shavqi qaytgandi, lekin Klerfe qo'lini ko'tardi. Tog'da ikkita so'z taqiqlangan ekan, uning yoniga yana bittasini qo'shamiz. Poyga. U haqida gaplashmaymiz. Klerfe, bu mumkin emas. Nega axir? Men charchadim. Bu yerga 1-2 kun dam olish uchun va poyga so'zini eshitmaslik uchun keldim. Jin ursin. Odamlarni yashin tezligida uchishga majbur qiladigan tez yurar mashinalar haqida ham eshitishni istamayman. Holman unga sinchkov tikildi. Biror gap bo'ldimi? Yo'q, shunchaki irimchiman. Shartnomam muddati tugayapti. Hali uni uzaytirishmadi. Bor gap shu. Klerfe, dedi Holman bosiqlik bilan. Kim halokatga uchradi? Silva. O'ldimi? Hozircha tirik. Agar omadi chopsa, oyoq amputatsiyasi bilan qutuladi. Lekin har doim yonida yuradigan alvasti, soxta baronessa uni borib ko'rishdan bosh tortyapti. Kazinoda o'tirgancha ho'ng-ho'ng yig'laydi. Unga nogiron kerakmas. Endi ketdik. Menga ichishga jin ber. Ular oyna yonidan joy olishdi. Apelsin sharbati ichishgach, Klerfe stol tagidan uning stakaniga jin quydi. Xuddi maktab davridagidek. Oxirgi marta maktabda shunday qilganim esimda. Bungayam 5 yil bo'lgandir. Holman undan yapaloq idishni olib qo'ydi. Mehmonlarga spirtli ichimlik beriladi, lekin shunisi qulay. Klerfe atrofga alangladi. Bu yerdagilarning hammasi bemormi? Yo'q, mehmonlar ham bor. Rangparlari xastalar bo'lsa kerak, aksincha ular soppa-sog'lar. Endigina tog'ga ko'tarilishdi. Shuning uchun ham rangpar. Qancha muddatga kelding? 2-3 kunga. Qayerga joylashsam bo'ladi? Palas Hotelga. U yerda yaxshi qovoqxona bor. Klerfe oynadan qarab, boya mashinadan qo'rqib ketgan chanaga qo'shilgan otlarni ko'rdi. Ular eshikka yaqinlashishdi. Ostonada yotgan it mo'ynali telpak kiygan erkak tomon otildi. Kim bu? So'radi Klerfe. Ayolmi? Yo'q, erkak. Boris Volkov degan rus. Sovetlardanmi? Yo'q, muhojir. Na kambag'al, na sobiq knyazlardan. Otasi qatl etilishidan avval Londonda hisob raqami ochgan. Onasining har biri olcha donadagidek keladigan bir hovuch zumradi bor edi. Ularni yutib olib o'tganmi yoki karsetiga tiqqanmi, hech kim bilmaydi. Klerfe jilmaydi. Bularni qayerdan bilasan? Bu yerda qancha uzoq yashasang, aholi haqida shuncha ko'p ma'lumotlarga ega bo'lasan. Istehzoli jilmaydi Holman. 2 haftadan keyin sport mavsumi tugaydi. Biz yil oxirigacha bu kichik qishloqda yolg'iz qolamiz. Qora kiyimli past bo'yli kishilar Klerfe va Holmanga turtilib ularning yonidan o'tib ketishdi. Stollariga joylashgach, ispan tilida suhbatlasha boshlashdi.
Kichkina qishloqda bo'lsa-da, turli millatlar bor ekan, dedi Klerfe. Gapingda jon bor. Ajal hech qachon millat tanlamaydi. Klerfe chanadan tushayotgan ayoldan ko'zini oldi. Xolmenga tikildi.